kerak bo'lsa erining etagida namoz o'qirdi. Uning yo'lini poylaydigan, kutadigan. Er qayoqlardandir sang'ib qaytsa, ana o'sha xotinini uni kutib, Qur'on o'qib o'tirgan holda topardi. Uxlamadingmi? Kelgunizcha xavotir olaman. Telefon qilsam, rulda bo'lsalar meni deb bir falokat bo'lmasin deyman. Yaxshiyam Qur'on bor, shuni o'qib sizni yo'lingiz ochiq bo'lishini so'rab o'tiribman, dadasi. Deb qo'yardi er shunda. Keyin qiziq bo'lmasa ham so'rab qo'yardi. Bugun necha pora o'qiding? 7 pora. Qachon xatm qilasan? Ertaga. Bu nechinchisi? 19-si. Ko'payish kunimizcha Allohga va'da bergan miqdorini bajarish nasib etsin, ilohim. Inshaalloh. Er shundan keyin ayolini xursand qilgani cho'ntagidan 50 ming so'm chiqarib unga tutqazardi. Ayol esa darrov Qur'onini boshiga qo'yib erini duo qilishga tushardi. Ilohim, biringizga mingni barakasini bersin. Men uchun boshingiz hamisha omon bo'lsin. Ertasi kun ayol erini bomdodga uyg'otdi. Juftining turishi qiyin. 2 rakat namozni arang diqqatini to'plab o'qidi. Keyin sekin yana derazani chertdi. Ichkari jim. Keyingi namoz o'qilishi bilan u yana kaft ochib erini duo qilishga tushdi. Bu safar tez, chunki jufti hali bomdodga turmadi. Allohim, halolidan ber, osonidan, jonini qiynamay, sog'lig'ini yo'qotmay topadigan halolini ro'para qil. Mashaqqatini ozaytir, bizning baxtimizga doimo sog' qil. So'ng haliyam shuncha uyg'otishlarga turmagan yoriga biroz achchig'i chiqib qo'shib qo'ydi. Ilohim, taqvosini kuchaytir. Er arang namozini o'qigach yana biroz tin oldi. So'ng yasanib, paypog'igacha dazmol urilgan kiyimlarini kiyib ko'chaga yo'l olarkan, ostonada ayoliga ro'para bo'ldi. Yaxshi borib keling. Ilohim, rizqimizni halolidan yetkazsin. Ishingiz doim yurishib ketsin. Uni yana duo bilan kuzatgan ayoli mashinani qizdirayotgan paytida ham deraza orqali kuzatib, uni hamon duo qilayotganini er bilardi. Allo. Assalom, yaxshi yotib turdingizmi? Musulmon odam bomdod o'qimaydimi? Tura qoling. Sizga kechagi aytgan pulingizni qilib qo'ydim. 300 kalmidi? Telefon ortidagi ishvali ovoz erkalanib tovush berardi. Nya. Bugun 500 ga chiqdi. Kecha sirazi bermadingiz-u. Ketgan shuncha asablarimni haqqi nima bo'ladi? Xo'p. Turing, bitta cho'm-cho'm qilib shiringina bo'lib oling. Boryapman. U shundan so'ng yelkasi osha uyi derazasiga qarab qo'yardi. Bu paytda ayol bu nazarni xayrlashishga yo'yib, ominini yakunlardi. Erimning biriga mingni barakasini ber. Bolalarimning rizqini butun qil, Robbim. U erini yaxshi ko'rardi. Ibodatiga imkon bergani uchun. Og'zi chuchigan narsani olib kelib ilingani uchun. Bir haftada bir marta ko'chalarni aylantirib kelgani uchun. Farzandlarini yaxshi ko'rgani uchun. O'shanda uning ko'z ko'rar juda ko'p yaxshi ko'rishlari bor edi. Ajab. 40-xatni u bola ko'p pitirchilaydigan bo'lib qolgani uchun tik turib o'qidi. Mana, va'da bajarildi. Biroq farzandining tug'ilishi boshqa bir voqealarga ulanib ketdi. Ostonaga uy da'vo qilib kelgan ayolning rangidan tuproq yog'ilardi. Bunaqa xunuk ayolni ko'rgan emas. Eriga bir og'iz gap aytdi. Shunchalik didingiz yo'q ekan. Aytmaysizmi, o'zim sizga eng chiroyli qizni sovchi bo'lib olib bermaymanmi? Er bu gapni o'z ayolidan kutmagandi. Tabiiyki, tanlov o'rtaga chiqqan paytda ayoli tomonga yopishdi.
Sensiz yasholmayman, xato qildim, ammo sendan voz kechmayman. Unda bundan buyog'iga qanaqa bo'lsam chidaysiz, chunki endi hech narsa avvalgidek bo'lmaydi. Shu shart bilan u ayolining yonida qoldi. Ich-ichidan men uchun jonini beradi deb yurgan ayolining gaplaridan hayratda edi. Ha, ayol va erkak sevgisining g'alati farqlari bor. Er sevsa ham xiyonat qilaverishi mumkin bo'lganidek, ayol ham garchi jonidan ortiq ko'radigandek tuyulsa-da, o'sha jonni vaqti kelganda yulib o'ta oladi. Bejiz uning 40 ta joni bor deb aytishmagan. 40 ta jon. Birinchisi, ikkinchisi mayli, ammo 40-jonda gap katta. Ana o'sha 40-jonda ayolni yashashga undovchi yaxshi xotiralar va yashashdan sovutuvchi yomon xotiralar aralash yashaydi. Er keyin ham ayolning ko'p fidokorliklarini ko'rdi. Boshiga ish tushganda erkakman degan do'stlari ters burilib turdi, ayoli yonida tengma-teng uning qarzlarini uzishdi. Hamma boshiga yopirilib kelganda molini ona arslondek shiddat bilan himoya qildi. Boladek cho'miltirdi, onadek bag'riga oldi, yashashga kuch berib dalda bo'ladigan gaplarini ayamadi. Ammo nimadir baribir boshqacha edi. Ha, bu duolar ichidagi gaplar tartibi o'zgarganida ekan. Allohim, erimga halol va haromni anglat. Menga esa rizq yo'llarini och. Halolingdan meni va bolalarimning rizqiga yarashasini ber. Ayolning o'zi pul topa boshladi. Erning bunga g'ayrligi keldi. Oddiy g'ashlik janjalga tutantiriq bo'lishini kutmagandi. Bizning rizqimizni Alloh siz orqali shu eshikdan kirgazardi. Siz nima qildingiz? Ularni kimlarga tutqazdingiz? Endi g'ashingiz kelmasin. Yo'qsa o'sha tanlovingizdaginikiga sovchilikka boraman. Yoqardi-ku. Yashaysiz endi o'sha bilan. Men bolalarimni oyoqqa turgazishim kerak. Ayoliga qoyil qoldi. Uydan chiqmay daromad topa boshladi. Muhimi o'zi aytganidek buzuqchilik qilmay, birovning bolalari rizqiga chang solmay. Tan olamizmi yo'qmi, ayolning tadbirlisigina ko'p narsani o'rniga qo'ya oladi. Yana tan olamizmi yo'qmi, ona hamisha bolalari uchun yashash ham rost. Endi o'ziga nisbatan ishonchi ortib ketgan ayolini ko'rib er nima deyishga ham hayron. Yo'lini to'say desa eshitadigan gaplari tayin. Nega unga sovchi bo'lib borishimga qarshilik qilasiz? Uylangach ketiga ishton kiydirasiz, satrlaysiz, namozga solasiz, ortingizdan duo qilib o'tiradigan birisi paydo bo'ladi. Axir bu savobku. Bahonada uni ham yuziga sal nur kirardi. Er bu gaplar o'ziga nisbatan jazo ekanligini ham tushunmaydi. Biladigan haqiqati bitta. Ketiga lozim kiydirsa ham, satrga o'rasa ham tuzalmaydigan qalblar bor. Yana ayolning yo'ldan chiqqanini yo'lga solish qiyin. Xavotir olmang. Yuzimni erkak tugul ayolga ko'rsatmayman. Har doim sizga tegishliman. Rizq borasida meni aybsitmang. Allohning farzandlarga beradigan rizqi allaqachon tayin. Uni siz yoki men qo'lga kiritishda vositachimiz xolos. Yillar ortidan ko'p ishlarning changi bosildi. Er uyg'onib namozini hozirgina tugatib, yana mashaqqatli mehnatiga o'tirgan ayolining yoniga chiqdi. Miq etmay ishlayapti. Lablarida haliyam zikr. Sekin borib yelkalaridan tutdi. O'zingni qiynama. Dam ol. Kechasi bilan uxlamading. Ayoli indamadi. Erkak esa tiz cho'kib uning ko'zlariga tikildi. Nega bu zikrlarni joynamozdan tashqarida o'qiyapsan? Ayol haliyam zikrini to'xtatmagan edi. Joynamozingga qayt. Avvalgi kunlarimizga qaytaylik. Hammasini o'zim zimmamga olay. Meni yana namozlaringda duo qil.
yana avvalgidek yaxshi ko'rib qol. Ayol baribir indamadi. Ko'zlaridan shu topda ikkita katta yosh tomchisi duv etib pastga quyildi. Xulosa esa o'zimizdan, azizlar.